O'zbekiston va Rossiya samolyotlari to'qnashib ketishiga sal qoldi. Assalomu alaykum, aziz tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qozog'iston havo hududida O'zbekiston va Rossiya aviakompaniyalariga tegishli yo'lovchi samolyotlari ishtirokida jiddiy aviatsion favqulodda holat yuz berdi. Bu haqida Qozog'iston Respublikasi transport hodisalari va favqulodda vaziyatlarni tekshirish departamenti izohiga tayanib Kazinform agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa 10-yanvar kuni ertalab Chimkent hududiy dispetcherlik markazi nazorat hududida sodir bo'lgan va hozirda holat bo'yicha maxsus tekshiruv boshlangan. Departamentga ko'ra, Chimkent hududiy dispetcherlik markazining A21 sektori nazorat hududida Uzbekistan Airways aviakompaniyasining Termiz-Moskva yo'nalishidagi UZB 9609 reysi hamda Pobeda aviakompaniyasining Vunuk va Samarqand yo'nalishidagi PBD 997 reysiga xizmat ko'rsatish vaqtida aviatsiya hodisasi yuz bergan. Idora tasnifiga ko'ra, ushbu holat jiddiy aviatsiya favqulodda holati sanaladi va u vakolatli organ tomonidan majburiy tartibda tekshiruvdan o'tkaziladi. Tekshiruvni o'tkazish uchun Transport vazirligida maxsus komissiya tuziladi. Tekshiruv muddati komissiya tayinlash to'g'risidagi buyruq chiqarilgan kundan boshlab yakuniy hisobot tasdiqlanguniga qadar qo'shimcha tadqiqot va ishlar talab etilmasa, odatda 3 oydan oshmaydi, deya ma'lum qilgan departament matbuot xizmati.